Assalomu alaykum do'stlar. Oldingi videomizda biz sizlar bilan walkup funksiyasini qanday ishlashini ko'rib chiqqan edik. Bugungi videomiz orqali walkup funksiyasining kamchiligi va o'sha kamchiligiga yechim topishni ko'rib chiqamiz. Bizda jadval mavjud, ya'ni xodimlar jadvali mavjud. Bu yerda ko'rib turganingizdek ism, familiya, xodim ID'si, bo'lim, lavozim, oylik va hokazo barcha ma'lumotlar bor. Bizning maqsadimiz bu yerda qidirilayotgan qiymat xodim ID'si bo'lib, shu orqali bizga natija ism, familiyani qaytarish kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda 1006-ID kiritilgan Abdullayev va Nodirani bu yerga qaytarish kerak bo'ladi. Keling biz buni walkup funksiyasi yordamida bajarib ko'ramiz. Qidirilayotgan qiymat, ya'ni ID'ni tanlaymiz. Jadvalimizni belgilab olamiz va bizda ism, familiya birinchi ustunda turganligi uchun birni bosamiz. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, walkup bizga hech qanday natija qaytara olmadi. Bu walkupning eng katta xatosi. Xatosi emas, kamchiligi desa bo'ladi. Chunki walkup funksiyasi har doim jadvalda chap tomondan o'ngga qarab izlaydi. Hech qachon o'ngdan chapga qarab izlamaydi. Bizda bu yerda jadvalimizda xodim ID'si B ustunda joylashgan bo'lib, qidirilayotgan natijamiz esa ism, familiya xodim ID'sidan oldin A ustunda joylashganligi uchun walkup bizga hech qanday natija qaytara olmadi. Bunga yechim bormi? Albatta, bizda bunga yechim bor. Keling siz bilan birinchi yechim index match funksiyasini ko'rib chiqamiz. Bizning birinchi yechimimiz index match funksiyasi eng ishonchli usul bo'lib, u walkup funksiyasining professional va moslashuvchan o'rnini bosuvchi usul hisoblanadi. Ushbu ikki funksiya birga ishlatilganda jadvaldan istalgan tomonga ma'lumot topish imkonini beradi. Bu yerda match funksiyasi qiymat qaysi qatorda ekanligini aniqlaydi. Ya'ni bizda qidirilayotgan qiymat 1006-ID bo'lib, u match funksiyasi mana shu yerda u qaysi qatorda joylashganligini qidiradi. Index esa shu qatorda joylashgan natijani ustun bo'yicha qaytarib beradi. Bizga kerakli ustun bo'yicha qaytarib beradi. Keling buni amalda sinab ko'ramiz. Bu yerga funksiyani yozamiz. Index kerakli massivni tanlab olamiz. Endi match funksiyasini yozib, qidirilayotgan qiymat, ya'ni xodim ID'sini belgilaymiz va bizga xodim ID'sini qaysi ustundan qidirish kerakligini belgilab olamiz. Bizga B ustun kerak bo'ladi. Bu yerda 0 bilan ishlash kerak. Endi biz indeksning 3-sharti, ya'ni ustunlarni tanlash shartiga o'tamiz. Bu yerda bizda ism, familiya birinchi ustunda turganligi uchun biz birni bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, walkup funksiyasi bajara olmagan amalda index match funksiyasi bajarib berdi. Endi bu yerga xohlagan jadvalimizda mavjud bo'lgan ID'ni kiritsak, natija qaytarib beradi. Mana do'stlar, formulamiz ishlayapti. Bizda endi ikkinchi yechim bor. Bu xlookup. Xlookup, ya'ni prosmotr x funksiyasi eng zamonaviy va qulay qidiruv funksiyasi hisoblanadi. Bu funksiya faqat Excel'ning yangi versiyalari va Google Sheets'da ishlaydi. Xlookup funksiyasining afzalliklari u chapdan ham o'ngdan ham ma'lumot qidiradi. Agar ma'lumot topilmasa, natija NA ni o'rniga o'zingiz biron bir so'z yozishingiz mumkin, ya'ni xatolikni boshqarish imkoni mavjud. Index match o'rnini to'liq bosa oladigan funksiya hisoblanadi. Keling biz ushbu funksiyani amalda yozib ko'ramiz. Xlookup yozamiz. Qidirilayotgan qiymat ID'ni belgilab, ushbu qiymatni ID'ni qaysi ustundan qidirish kerakligini belgilaymiz. Bu ustunni belgilab olamiz va bizga qaytariladigan natija ustunini belgilaymiz. Ya'ni ism, familiya ustunini belgilab olamiz. Endi bu yerda agar natija qaytmasa nima yozilishi kerakligini yozib olamiz. Keling biz sizlar bilan topilmadi deb yozib olaylik. Keyingisiga 0 qo'yib, qavsib enter bosamiz. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek bizda natijamiz chiqdi. Ya'ni 1006-ID'dagi Abdullayev va Nodira kelib chiqdi. Endi bu yerga jadvalimizda mavjud bo'lmagan boshqa bir ID'ni kiritib ko'ramiz. 4ta bir kiritsak, mana do'stlar, boya biz yozgan topilmadi so'zi kelib chiqdi. Ya'ni bu jadvalda yo'q bo'lsa, walkupga o'xshab NA yozuv chiqmaydi. O'zingizga tushunarli bo'lgan biron bir
so'z yozib qo'ysangiz bo'ladi. Biz boya topilmadi degan so'z yozdik. Shuning uchun bizga natijani topilmadi deb qaytarib beryapti. Endi esa boshqa funksiya ID ni kiritib ko'ramiz. Mana formula juda ham yaxshi ishlamoqda. Mana do'stlar, bugungi videomiz orqali Valkov funksiyasining kamchiligi va undagi kamchilikni bartaraf etish uchun ikki xil yechimni ko'rib chiqdik. Do'stlar, eslatma, video davomida ishlatilgan funksiyalar Google Sheets'da har doim ingliz tilida nomlanadi. Excel'da esa funksiyalar til sozlamasiga bog'liq hisoblanadi. Sintaksisdagi bu belgi va mana bu belgilar esa bu ham Google Sheets'dagi sozlamaga bog'liq bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, izoh qoldiring va do'stlaringiz bilan ulashing. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Barchaga rahmat. Salomat bo'ling.